Kegayirimiz savodoshlar Baqara surasininki 256 kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu ala rasulillah amma ba'du. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Allah subhanahu wa taala bu oyatda deydiki, la ikraha yo'q hech qanday ikrah, ya'ni majburlash yo'q. Dini, dinda. Dinda hech qanday majburlash yo'q. Yani amtahun, samatahunni dinga kirsa deb hech qanday majburlamaydi. Yoki samatahun, amtahunni majburlamaydi. Endi bu oyatninki tushish, nozil bo'lish sababi, to'g'rishlar. Jadvalam deb o'tib ketaylik. Bir kishilar haqida tushdiki, shunda bir kishilar haqida deydi, u odam uchun ansarlardan ballari batiye deydi. Ansarlardan ballari. Andan o ballarini İslam'a mecburlagan. Ansari ballarini. Yani şu belki ansar ayaldan tolgan ballar bo'lishi mumkin de. Ballarini İslam'a kirsa de mecburlagan vaqtda tushgan oyat debdi. Vallohu a'lam. Yani bu dinda mecburlash yo'qligining yani bir hikmetini, yani bir sebebini bayan qilib Allah subhanahu wa taala deydiki, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Qad haqiqatan tabayyana. Iniq ayrılıp ketdi deydi ar-rushd. To'g'ri yo'l. To'g'ri yo'l iniq ayrılıp ketdi minal ghayy, yani batıldan. Demek gumrahlıktan. Ve gayy degan gumrahlık, batıl, nahaq. Demek bu gumrahlıktan ar-rushd, to'g'ri yo'l tabayyana. Iniq ayrılıp ketdi. Hozir hamma narsa iniq. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ro'shan hujjatlari bilan, oyatlari bilan hammasi aniq ayrildi dedi. Deydi ki rushdu iman. G'ayyi bo'lsa, ya'ni bu batil, deydi bu gumrohlik bo'lsa, ya'ni kufr. Demak, iman kufrdan aniq ayrildi degan bo'ldi, yana bir nuqtadan. Hamma yakfur, hamda aniq ayrilib bo'lgan ekan, hamda bir ixtiyorlik bor hamda insonlarga. Hemen an taga men kimiki yakfur kafir bo'ldi ekan bit tag'uti, tag'utga kafir bo'ldi ekan, bu deganlik tag'utni inkor qildi ekan. Endi tag'ut nima? Tag'ut hamda ulamalar Ibn Taymiye rahimahullohdan tortib hamda mu'tabar ulamalar hammasi qanday tafsirlaydi degan vaqtida Allah'tan başka ibadet kılınıdığan narsaning hammasi tağut. Mayli o bir padişah bolamdı, mayli bir daraxt bolamdı, mayli bir taş bolamdı. Ne bo'lsin, mayli qanday bir siyosat bo'lsin, bugungi kundagi har xil ilinayran bilan to'lib ketgan, Allohning yo'lidan to'saydigan, o'zining Allohning yo'lidan to'sab o'zining yo'liga chaqiradigan ashu üstün aşıyor yol, aşıyor programma, aşıyor yaşaş usulleri üstün deb qaraydigan işlami kirib ketadi agar kengir tafsirlaydigan ish bo'lsa tag'utni. Demak, Allohdan boshqa ibodat qilinadigan, duo qilinadigan, uningga nazr qilinadigan hamma narsa tag'ut. Yoki hukmlarni Allohning hukmiga amal qilsang mı bo'ladi, ama şu hukmga amal qilsang bo'ldi deydigan odamlar. Chunki bu yerda ibodat deganning doirasi va kengir, yana namoz, ro'za, zakotlar emas. Bu yerdagi hukmlarmi, shu hukmlarga amal qilish, hukmlarga imoya etish, Allohning ahkomlariga hammasi ibodat tashlar. Bir butun narsa ibodat ekan. Bunda poch 3-5 tal narsa emas. Allah razı bo'lgan narsalarning ibodatni hamda tafsirlagan vaqtida Allah bu razı bo'lgan narsalarning hammasi ibodat deb tafsirlaydi. Allah razı bo'lgan, Allah buyurgan narsalarning hammani qilish, ashla hammasi ibodat deb. Demak, kimki tag'utga kafir bo'lar ekan, ya'ni tag'utni
bütün inkar kılırken ve yu'min billah ve Allah'a iman etirken faqad istemseke fe ondaqda o adam kad hakikaten istemseke isilgan buldu deydi bil urvetil vuska bil urve yani urve degen bir tutkuğa el vuska kanda tutqa bu vuska işençilik tutqa bu mustahkem degen gap vuska degen mustahkem bir tutkuğa isilgan buldu bu tutunup aldı bu. Yani ilaqqa nimaga tushib ketishdan, hanga, davzaqqa tushib ketishdan, Allohning g'azabiga uchrashdan, u hanga tushib ketishdan bir mustahkam tutqiga, iymonga, Allohning yo'liga kirib olgan bo'ldi, esilib olgan bo'ldi dedi. Yani bu tutqini Alloh subhanahu va taolo sifatlab la infisama laha deydi. La aslan la infisama qo'shib aytganda la infisama bo'ldi. La emas infisam ish yo'q, hech qanday infisam uzilib ketish laha o tutqu uchun. Demak, uzilib ketmaydigan tutqa bu. Puxta, mustahkam tutqa. Boshqalarning yo'llaridek birelaga apirib qo'yaplam. Yo'lning bir yeriga apirib tashib etadigan yo'l emas bu Allohning yo'li. Bu uzilib ketadigan, yerim yo'lda to'xtab qoladigan yo'l emas. Yani agarda shariylasak, yana mana shunday ma'nolarni chiqadi. Demak, bu yo'l ebediyel, ebed, ahirgichilik bizni yetaklab mangadigan yo'l. Ahirgichi tashlab etmaydigan yo'l bu. Ahirgi ta Allohning rizoligiga erishkichilik, ebediy bir baxt saodatga erishkichilik bizni tashlab etmaydigan yo'l. Demak, mana uning hech qanday uzilish bo'lmagan, infisal bo'lmagan bir mustahkam tutqiga esilib olgan bo'ldi, qutulib olgan bo'ldi bu odam deydi. Orva degan odatda bunda bir tutquchlarnimi orva deydi. Masalan bir uzumning sapiqinimi orva. Tutib turadigan, hamma narsani biroq tutib turadigan bunda degan ma'noda aslida. Demak, tutqi deb uyg'otildimi, tutqi degan gap bormi? Shunda tarjima qilyapmiz. Demak, bu yerda yana bir dars bizga chiqardigan savodishlar. Avval Allohga haqiqiy iymon etishdan avval barliq inkor qilishga tegishlik tağutlarni inkar qilib o'tishimiz kerak ekan, ha? Avomdanmi ya, ma'vommi bo'lib qolam deya demasligimiz kerak. Faqat va faqat Allohning yo'lilar eng to'g'ri yo'l deb iymon etishimiz kerak. Faqat Alloh qalam iymon etishimiz kerak. Boshqa narsani qo'shib olmasligimiz kerak. Demak, avval tağutni Allohdan boshqa ibodat qilinadigan, mayli u o'zi chaqasin. Mana duo qilinglar. Malli sizlarning nimanglarni hal qila olaymi hojatlaringlarni deydigan hakavur Allohning to'saydigan tağut bo'lsin u masalan. Mana ibodat qilsanglar bo'ladi, mana duo qilsanglar bo'ladi deydigan har yerdan chiqishi mumkin, ha? Diqqat qilishga tegishli, har yerdan chiqishi mumkin. Mallam sizlarning hojatinglarni ravo qilib qo'yma deydigan, mana nazr qilsanglar bo'ladi deydigan, mana duo qilsanglar bo'ladi deydigan, mana tevinsanglar bo'ldi deydigan, men sizlarninglar mallam himmatchinglar deydigan, men eganglar deydigan, har qanday mana bularning hammasi shu tağutga kiradi. Demak, har qandaygini inkar qilib tep avval, undan keyin Allohga iymon etsa deyapti-da, Alloh subhanahu va taolo berdi, diqqat qiling. Allohu samiun alim. Alloh subhanahu va taolo va taqaddas samiun, hammani anglab turg'uchidir. Alim, hammani bilib turg'uchidir. Allohu valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Alloh subhanahu va taolo va taqaddas valiyullazina amanu. Allazina amanu degan iymon etganlar. Allazina g'anqan, gankan, diki deb tarjima qiladiq deb aytildi. Demak, iymon etganlarning valiyo, egisi Alloh deydi. Alloh subhanahu va taolo iymon etganlarning egisidir, iymonchisidir. Yukhrijuhum chiqaradi Alloh subhanahu va taolo ularni minaz-zulumati, qorong'uliklardan ilan-nur, nurga chiqaradi. Yani küfür qorong'uligidan iymondan iborat nurga chiqaradi. Yani iymonni nurga o'xshatadi. Küfürni qorong'uliklarga o'xshatadi. Demak, küfürninki turi ko'p. Shunga faqat zulma deb birlik keltirmadi. Zulumat deb qorong'uliklar deb ko'plik keltiradi. Demak, küfür qorong'uliklardan iymonning nuriga chiqaradi Alloh subhanahu va taolo.
Vellezine keferu. Hem de kafir boğallar çoğu degan vaqtida vellezine keferu ve kafir boğallar evliyauhum. Ularninki himatçisi, ularning egisi at-tağut, tağuttur. Yani bir yerde tağut yani şeytan deb mi tafsirlabdi, ha? Ularninki egisi şeytan. Demek şeytan şu davamlı Allah'a ibadet qilishdan bizni cheklaydigan narsa shayton. Shaytonni Alloh subhanahu va taolo bizga oshkora dushman dedi. Dushman degan qanday bo'ldi? Bizni to'g'ri yo'ldan nim qildi deb buraydi. Burashqa kecha kunduz shuni o'tir shuni. Demak, tag'utning yana bir ma'nosi shayton, yana bir ma'nosi Allohdan boshqa ibodat qilinadigan, mayli o'zi desin, o'z chaqasin va chaqamay boshqalar unga agishib olgan bo'lsin, hammasi kiradi degan. Demek ularning egisi, himoyachisi tağuttur. Bu yerda yana shayton dedik, yana o'xshashlam agar birlar chaqirayotgan bo'lsa, Allohga meni qo'shib olinglar deb yoki qo'shmay bo'lsa-mu, mangilam tevininglar. Mana men hammani qiladigan deb chaqirayotgan bo'lsa, o'mi o'xshash tağut. Ularning himoyachisi shu deydi. Ana bu himoyachilari bularning tağutdan iborat himoyachilari nega chaqirdi bularni? Yukhrijuhum chiqirdi ularni minan nuri nurdan ila zulumat qorong'uliklarga chiqirdi. Ya'ni iymondan bularni burab shu kufr qorong'uliklarga chiqirdi. Demak, Alloh taologa birsini qo'shib olgan hamon ibodatda shirik, kufr boshlandi degan gap anga tushib ketdi odam degan. Shunga diqqat qildigan bir nuqta. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Bu yerdagi zulmatning ichida munofiqmi bor, zolimlikmi bor, kufrmi bor, hammasi bor. Endi kufr qorong'uliklarning ichiga shu munofiqlik, mushriklik hammasi kirgan. Ulaika ashabun nar. Ulaika ana ashula ashabun nar. Davzaq egilirdir bular. Ya'ni davzaq tushadigan kishilardir bular. Ular fiha o davzaqda xolidun. Hamisha bo'g'uvchilar. Ya'ni mangu qolg'uvchilardir. Alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih ana ta'allahu al-mulka iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Alam tara aya qaramamsiz deydi Alloh subhanahu wa taolo. Alam tara aya qaramamsiz deydi Muhammad sallallohu alayhi vasallam ilallazi andaq bir narsigaki hajja hujjatlashdi İbrahim alayhisolatu vasallamga fi rabbih. İbrahim alayhisolatu vasallamninki Rabbi haqida an şu narsaga asosan hujjatlashdiki atahulloh. Badi u odamga Alloh subhanahu wa taolo al-mulka podshohlikni bergan narsaga asosan hujjatlashdi dedi. Bu deganlik mishada qarmamsiz İbrahim Aleyhisselam bilan jidallashgan odamga qaramamsiz degani Alloh subhanahu taoloning. Shu qissaga bir quloq solib o'ting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan gap ham edi. Demak, bir qissani deb beryapti Alloh subhanahu taolo. Bir odamning qissasini ilallazi yana andaq bir kishiga degani ondan bir odamning qissasiga hajja hujjatlashdi u odam İbrahim Aleyhisselam bilan fi rabbih İbrahim Aleyhissalatu vasallamning Rabbi haqida hujjatlashdi. Deydi. Shuningga asosan ki atahu ba'di uningga Alloh subhanahu taolo berganti al-mulk podshohlikni bergan. O bo'lsa Namrudga Alloh subhanahu taolo shunday podshohliklarni bergan ham sinaq uchun. Demak, bu Namrudga bergan mana bu podshohlikni bergan narsaga asosan deganni mufassirlarimiz deb tafsir qilibdi. Shu podshohlik uni yo'g'otib İbrahim alayhisolatu vasallam bilan Rabbi haqida hujjatlashga ibodi deb tafsirlabdi. Mana şu türütkü bo'lgan narsa nima? Buning yo'g'irib ketishi. O'zini cho'ng bilib olishi. Men shu dunyoda men birkamma deb qilishiga ib bo'lgan shu sinoqlar. Ya'ni Alloh subhanahu taoloning beribmi sinaydi, bermaymi sinaydi deymiz-ku Alloh subhanahu taolo. Ya'ni buningga berib sinagan, ammo bu bilamay qolgan o'zi. Ayni vaqtda qala hujjatlashish boshlandi bu yerda. Ayni vaqtda qala dedi İbrahim alayhisolatu vassalam. Qalaning fa'ili İbrahim alayhisolatu vassalam. Rabbiyallazi yuhyi va yumit dedi. Rabbiya mening Rabbim allazi shundaq zotki yuhyi tirildirdi insonlarni va yumitu va o'ltirdi. Ajali to'shqa vaqtida Alloh o'zi belgilagan vaqtida o'ltirdi dedi. Vafot toptirdi yani. Tirildirib o'ltira oladi mening Rabbim dedi.
Kale dedi Nemrut, ana uhyi ve umeyt. Ben uhyi öldürme ve tirildürme. Uhyi tirildürme ve öldürme dedim. Bu kasguynon ki hamda qilgan ishi nimaga beradi deganda nihoyat kulkilik bir ishni qilgan bu. Endi bu podshoh ku hamda. İki odamni akilib birisini ozod qildim deb qo'yayotgan, yana birisini o'ltirayotgan. Mana tirildirib birini o'ltirdim-ku degan. Bu bir nihoyat bir kulkilik bir misol. Haqiqatan kulkilik. İbrahim Aleyhisselam nima da'vat etdi, bu yerda bu nima da'vat etdi? Nima? Rasmiy bir odamni tirildirish bu yerdagi. Bir kichikgina bir qo'lga tegib ketsa, juvatmigichilik biz aldiraydigan bir arzimas ko'rinishda. Bir abimanidan bir odamni ya'ni qatma-qat bosqichlardan o'tkazib sog'-salomat bir jon berish uningga. Keyin uningdagi uni shundoq yaxshi yashayotgan bo'lsa-mu, o'limdan zodi qo'g'dinib, hech qanday bir o'lish sababini topolmaydigan holatda bo'lsa-mu, uning ajri to'shqanda o'ltirish uni. İbrahim Aleyhisselam'ın davat qilgani bu. Ya'ni Allah yo'qdan bar qiladi, yuhyi davat etdi. O Adem Aleyhisselam'ın topudan bir laydın da bir içip ketgan bir lay hamda uzun tuğallıqdan. Onunki onu bir sapalıqda qilib min salsalin min hamaim masnun. Onunki bir cheksi bir tring qilg'dak chak qilg'dak bir laydın bir odamni, mana güzel bir odamni atimizni yaratadi. Onundan keyin bizni avlodlarni butun avlodlarni bir abimanidan sudun yaratadi Alloh subhanahu taolo. Buni da'vat etdi İbrahim Aleyhisselam. Bu nim da'vat etdi bu? Bu kalva yani bir aqalli bir yani şu chiroyligidek holi yo'q-da buni. Ikki odamdan kelib birini qo'yib, birini o'ltirib, biri tirildirib o'ltirdim bo'lib. Qala İbrahim. İbrahim Aleyhisselam bu oldi bunun bilan tamomay debdi-da bu yerda. Yani bununki yana bu ahmaysan kelsan dedi, değil mi? Qala İbrahim Aleyhisselam yana bir nimaga o'tdi, ha? Eng hal qilg'ish ikkinchi bir qatma-qat dalillar va bu yerda. Yaman dalil, teg'mi yaman dalil demirsiga o'tdi. Qala İbrahim dedi İbrahim Aleyhisselam. Ha, undaqda degan gap bo'lmadi fa. Aniqo salom qo'shib bir gapni qildim hamdi. Fa undaqda innalloh haqiqatan Alloh subhanahu taolo va taqaddas ya'ti akiludu bish-shamsi quyoshni minal mashriqi. Mashriqdan akiludu, mashriqdan chiqirdi. Fa unda bo'lgandan keyin fa a'ti fa'ti degani a'ti. Akagin biha ash quyoshni minal mag'rib. Mag'ribdan akapaq. Sen mag'ribdan chiqirib baq, sen men Xudo davatsa, olamni men boshqurma davatsa, unda bo'lsa ko'rib baqayli. Alloh mashriqdan chiqirib atadi quyoshni. Sen bir mag'ribdan chiqirib baq bir kun. Debdi bir. Fabuhitallazi kafar deydi. Yani bunun kafir ekanligini yani alohida bir tilga ilyotdi Alloh subhanahu taolo fabuhita. Andan sundirildi. Barbod qilindi degan gap buhita. An barbod qilindi allazi andaq bir odamki kafara, kafir bo'lgan odam barbod qilindi. Yani bu yerdagi fabuhita majhul. Demak barbod bo'ldi degan gap Alloh tarafidan. Yani İbrahim Aleyhisselam'ınki bu dalil tarafidan barbod bo'ldi uning dalillari degan. Hani bu yerda buhitani yana tahayyara, duhisha gapni tafsirlabdi. Hayrat qoldi, hayrat kuchdi, gangirab qoldi. Tugashdi degan gap endi, ha, gangirab qoldi. Gangirtildi, bu kafir bo'lgan gangirtildi degani, bu yerda shu barbod qilindi dedi. Buni cho'shdi dalillari. Allohu la yahdil qavmaz zolimin. Alloh subhanahu taolo va taqaddas la yahdi. Hidayat qilmaydi qavmaz zolimin. Zolim qavmni hidayat qilmaydi hech qachon dedi Alloh subhanahu. Endi kafir degan davomli nim bo'ldi ekan, zolim bo'ldi ekan, ha? Kafir ko'rinishda ba'zan odil bo'lgan taqdirdami? Ammo zolim keldi. Aqallisi o'ziga zulm qilgan bo'ldi. Aqallisi o'zini o'rak tushirib qo'ygan bo'ldi. Alloh buni. Hamda demak Allah'ın mushundaq güzel dalilleri bor turib, atrofimizda qatma-qat minglagan Allohning qudratini ko'rsatgan dalillar bor turib o'ylansaqlar.
Yanı küfürlü qilgan ekan, yanı tuzkorlik qilgan ekan, bu zolim bo'lmaydi bo'ldi bu. Buning da zolim bo'lmaydi dunyoda. Endi bizga yana bu oyat bilan nimani o'rgatadi degan vaqtida har qachon kufr bilan munozirlashishga tayyor tura oladigan bo'lishimiz kerak. Shu o'rganib olgan to'rtal ilm bilanlar men dinni bilib ketdim, bo'ldi mushu deb uxlab yotmasligimiz kerak. Kufr nimalarni so'rayotdi, nimalarni o'tirg'a qo'yyotdi, ular qanchalik tayyorlik qilyotdi, shuning qarta bizmi jang aqliy jihatdan bo'lsin, naqliy jihatdan bo'lsin, dalillarimizni mana yonmay qo'ya oladigan Allohning birlik borligini, tavhidini, qudratini ularga mushundaq misollar orqali, dalil faktlar orqali o'tirg'a qo'ya oladigan ularni mushundaq gangirtib oladigan bo'lishimiz kerak. Ibrohim alayhissalom bizga bu yerda Alloh subhanahu taolo ya'ni İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'nınki mushu ishi orqali bizga buni o'rgatyapti-da, qarindoshlar. Ilaqa nima endi bu tahorat namozlarmi muhim. Dinimizningki bir asosiy. Albatta tahoratni yaxshi olmay turib namoz qabul bo'lmaydi. Namoz bo'lmaydi. Tahorat namozning osh kuchi deymiz. Endi lekin Abduxoliq Uyg'ur bizden söyümlük yazgıç şairimiz Abduxoliq Uyg'ur'niki Allah rahmet qilsin, yat xayrin cennet qilsin. 12 kişide yazgan şiirga qarab bakayla, 12 kişide yazgan şiir 7 yılla okuymiz, endi keldi tahoratga dersimiz debdi. Aş kitaplarni tutib elib, endi o'chaqlarda bizga muda arab tilidan bevositalam o'qiydigan bunda fiqh kitaplar, tavhid kitoblari, bular bek kirib olamagan vaqtlarga balkim yana bir nuqtadan balkim dushman o kadar bizni burundan ishni boshlab qo'yganligini ko'ramiz dushmanningki. Bizni bilimsiz qoldirish uchun o kadar kuchiganki dushman. Bo'lmasa bizga bu kitaplarning kirish o'rinlari unchalar jirahma emas jo'grafiyalik jihatdan. Ama hamda ichki quruqlik davlati deymiz. Bizlar hamda biraz bekilmichilik qoldik. Dengiz yo'li ochilgandan tortib bilan biz zaten bekilmichilik qoldik, ammo shunda bo'lsa-mu ya bizdan bir sirtqi chiqib, nimalar haqlar, nimalarni o'qiyotdi, qanday taraqqiy qayerga keldi ilm. Nadan nagacha adab ashu fiqh kitoblarni, nurg'un tavhid kitoblarini mushu munozirlarga aloqador kitoblarni bizga akirib bo'lamagan chig'i balkim. Endi shu 3-5 kitob qo'limizda banilam o'qitlam, dinning hammasi mushu deb davog'alarimiz bor. Ondan keyin Abduxoliq Uyg'urning mushu so'zidan hamda madras ma'rifininki shu chaqlarda bek isloh qilinmay qolganligini ko'ramiz. Nurg'un vaqtlar zoyi bo'lgan. Ondan keyin Abduxoliq Uyg'ur akamning yana bir şiiri var. Zanjani degan kitap kunduzimizni kech qildi, 6 aylan edik, 7 aylanni goch qildi deb ekan. Endi o Zanjani degan kitap o'zining oldida o'qildigan bedandan keyin o'qildigan bir kitap hamda qaraydigan bo'lsak. Endi tasligi o kitapdan hamda ajoyib tas iborati, zimirlari almashlari bir yalaga yanadi. Endi bugungi kunda biz başka kitaplardan bu qoidalarni yaxshi bilib olgandan keyin oson kitaplardan yaxshi bilib olgandan keyin qaraydigan bo'lsak, o kitapda o'nchivalar jiq qoidami yo'q ekandi. Ammo o Abduxoliq Uyg'ur o'zi o'qib qashqa o kitobni biladi. 6 aylaydi, 7 aylanni gach qildi dedi. Ustoznimi qo'shib gach qildi degan gapdan bu yerda. 6 aydan o'qiyotgan bo'lsa. Demak, o'shunda tushunmay bu shoirimiz dushmanga qarshi nurg'un avangard she'rlarni yozgan, chidab turamagan. Chunki siritni ko'rib kelgan. Endi madras ma'riflarimizni isloh qilish to'g'riliq shunday nimalarni yozganda she'rlar. Abduqodir Domullam
bu she'rni o'qigan vaqtida degan kaman bir materialni ko'rishimcha bu kim yozgan she'r degan ekan bu shunda tabii 13 ga 13 kirgan bola bu shu turpandan chiqqan deb deganda bak maqtab ketgan ekan Abduqodir Domollam. Shu chaqlardalar Abduqodir Domollamlarmi shu bu hamma nimalarni to'nib yetib bo'lgan odamlar shu vaqtlarda. 1924 da vafot topgan vaqti Abduqodir Domollamniki. Alloh rahmat qilsin, yotqayin jannat qilsin barliq olimlarimizniki. Qandaylig'i bo'lsin, ashunchalik qiyin sharoitlarda diniy ma'rifniki hattoki bizga nimami yo'q. Arab til materiallarmi yo'q. Biz arab tilini Faris tili orqali o'rgandik, mana aytganda 5 yilda. Avval biz Faris tilini o'rganishga majbur bo'ldik va arab tilini o'rganish uchun. Faris tili ko'riklik rol o'ynagan. She'rlardimi shu, adabiyotimizdimi shu hamda, mana aytganda Faris tili nima yuqori o'rinni egallab olgan vaqtlar, ammo shunday bir qiyin sharoitlardami, yana bizga dinimizni har holda sap o'rganishga o'rgatishga bizga kuchigan shu barliq olimlarimizga Alloh katta ajr mukofotlarni bersin. Yatqa yerlarni Firdavs jannatlarga bersin ularniki. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Aw degandiki bu yerda yoki ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb mishada yana aw osh oldiq bordi. Yani qarmamsiz degan bo'ldi-da o'shada. Kallazi anda bir kishining o'xshishiga qarmamsiz. Kapqa agar tarjim qilsak, o'xshash deganman menda kap. Demak, allazi anda bir kishi. Demak, anda bir kishining o'xshishiga qarmamsiz degan gap. Endi kapni ziyodami debdi, tafsirda ba'zi harflar ziyoda bo'ldi. Ziyoda bo'lganning hech qanday bir zini yo'q uning. Faqat ma'no jihatdan ziyoda, ammo yana talaffuz, lafzi jihatdan o'zining rolini joriy qilib ketaverdi. Agarda kafqi tarjim qilsak, anda bir kishining o'xshishiga qarmamsiz degan bo'ldi. Agar kafqi tarjim qilmasak, anda bir kishiga qarmamsiz. Ya'ni shu anda bir kishiningki bir misolini hozir deymaman, Muhammad sallallohu alayhi vasallam shuni quloq so'lang degan bo'ldi. Demak, yoki allazi kallazi anda bir kishiga qarmamsizki, kishining qissasiga quloq solmamsizki, marra o'tdi u odam, o'tgan edi deydi ala qariya bir yezak shahardan. U bo'lsin Baytul Muqaddas. Baytul Muqaddasdan o'tib o'tadi deydi, o'tdi. Vahiya va u Baytul Muqaddas hamda u yezak shahar xaviyatun, o'rilib tushgan. Xaviya degan hamda o'rilib tushgan ala urushiha. Urush degan hamda arshim deb qo'yimizga bunda to'rus, o'giza degan ma'noda. Demak, uning o'gizalarining ustiga o'rilib tushgan. Demakchi shu o'giza biraqli chukkasi qanday bo'ldi? Qattiq vayron bo'ldi-ku bir uy hamda, bir yoki bir saroy. O'gizisi dumli tushsa, qattiq vayron bo'ldi-ku, demak qattiq vayron bo'lgan bir yerdi bu. Demak, u o'shda o'rilib tushgan, o'gizlari bilan o'rilib tushgan o'shda yezak shahardan o'tdi deydi. Qala dedi u odam anna bu yomon odam emas, savodishlar avvalda aytaylik, bu Uzayr alayhissalatu vassalam deyildi. O'sha nimada tafsirlarda qala dedi u odam anna qandoq yuhyi tirildirdi hadihi buni Alloh subhanahu va taolo ba'da mavtiha. O o'lgandan keyin dedi. Endi demak bu shu o'lib tushgan qurilishning aslida nurg'a odam endi qoladigan o'ladigan endi bu yerda. Demak endi payg'ambarlar buni qanday tirildirsa ya Alloh, uni qanday qilsa deb so'raydi-ku endi bu aqlli so'rash endi. Teg'imi bizga o'gitish uchunmi so'raydi endi. Demakki o'zi o'rganib olish uchunmi so'raydi, bizga o'gitish uchunmi so'raydi. Demak, buni o'lganligiga qanday tirildirsa debdi. Deb o'shda dedi deydi. Ashada o'tgan vaqtida. Fa amatahullohu mi'ata amin. Fa andin amatahullohu. Vafot topdi uni Alloh subhanahu va taolo, yana shu odamni vafot topdi. Mi'ata amin. 100 yil vafot topdi deydi. Shu bir vafot topgan betim 100 yil o'tibdi-da endi. Summa andin keyin degan bo'ldi. Mana summa keyin ba'athahu uni tirildi deya Alloh subhanahu va taolo deydi. Qala aytdi.
Kem labiste qanchalik kam qanchalik labiste tudungiz dedi. Qala dedi u odam labistu tudumman, yana o'lik holatda tug'anning gapi. Labistu tudumman yawman bir kun aw yoki ba'da yawm. Bir kunning ba'zisi degan ya'ni 20 kun. Bir kun yoki 20 kundek tudim debdi. Qala aytdi Alloh subhanahu va taolo balki labista tudunsan miyata amin 100 yil tudunmuş o'lik holatda 100 yil tudun belki. Tanzur fa şunlaşqa unzur qarab baqqin ila ta'amika senin ta'amınga ve şarabika ve senin içkimlikinga qarab baqqin. Lam yatasanna degan yani bir ma'nosi asli o'tmadi degan ma'noda ammo yani bir ma'nosi kimishmi ma'nosida demak lam yatasanna kimaymidi hech qanday kimaymidi deydi. Iliq uzun tug'anliqda mana chirib kimib ketadigan bir narsa ama unda bo'lmadi demakki kimaymidi. Vanzur endi bir Alloh subhanahu va taolo bu yerda bir narsani mana nima saqlab qoldi. Ashu bir kun yoki 20 kundek deb dedigan shu taom sharoblarga qarasa mana bir kun 20 kun bo'lgandek holatida bu yerda Alloh subhanahu va taolo taom sharoblarni ichimliklarni shu shaklda saqlab qoldi demakki. Vanzur va qarag'in ila himarika sening eshkinga qarag'in. Endi eshkin botga eshak bu yerda chirib ketgan ekanda endi. Chirib ketganligini ko'ribdi. Qarag'in eshkinga degan. Selishtirma qilib beradigan Alloh subhanahu va taolo. Vali naj'alaka va albatta naj'alaka qilamiz biz seni deydi Alloh subhanahu va taolo ayatan bir alamat ishorat qilamiz linnas insonlarga. Ya'ni nimaga ishorat? Allohning qudratini ko'rsatadigan. Alloh subhanahu va taoloning o'likni qanday tirildirganligini ko'rsatadigan. Allohning hammaga qodir ekanligini ko'rsatadigan demak insonlarga bir alamat qilamiz. Vanzur hamda qarang ya'ni qarag'in deydi Alloh subhanahu va taolo ilal izami. Makka qarag'in. Aşı eşekning so'ngiga qarab to'xtadi. Kayfa qandaq munshizuha. Munshizu na anshazanu yunshizudun alaq nimo. Mayadmu debtu nuharrikuha narfa'uha deb alaq yamlaymiz deganmi bo'ldiki anshaza ya'ni men mashadimi bir yo'qitay Yezvitay ne bulunmuşsun? Yani bir şey mi köranglar? Yani bir narsani joyiga qo'ygan. Bir narsani joyiga qo'yib qurash to'g'anmi-da, shu yamligan, yani qurash to'g'anman. Demak, kayfa qandaq nonshizuha uni qurashtiramiz. Sunaklarni qandaq qurashtirganligimizga qarab turgan deydi. Sonra keyin qurashtirib bo'lgandan keyin sunaklarni naksuha qondirimiz biz o sunaklarga lahma, go'shtni qondirimiz. Buningga qarag'in dedi. Qandaq go'sht qondirganligimizga sunakka qarag'in dedi. Ana naksu kasa yaksudun chiqqan. Bu asli kiyim kuy degan ma'noda. Demak, xuddi go'shtni ajda kiyim kuydirimiz uningga go'shtni degani shu. Qandaq go'sht qondirganligimizga qarag'in. Shunga kisva deymiz, yopuqni, yapadigan yopuqni kisva deydi. Demak, uning qanday go'sht qondirganligimiz qarag'in dedi. Ana bu yerda eshakni qaytadan tirildirib, kirib ketgan eshakni tirildirib Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib qo'yapti bu yerda. Shunga seni kishilarga alomat qilamiz degan ashadu. Chunki bu savolni o'zi so'ragan-ku Uzayr alayhisolatu vasallam berdi. So'ragan, ha? Qanday tirildirar Alloh taolo deb so'ragandan keyin bu yerda tafsili Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib qo'yadi. Falamma andan bir vaqtda tabayyana, aniq bo'ldi deydi. Ro'shan bo'ldi. Allohning shu qanday tirildirganligi ro'shan bo'ldi lahu u odamga, ya'ni Uzayr alayhisolatu vasallam. Hattoki bu yerda hamda tafsirda debdi, oxirsida go'shimni qondirib qo'ygandan keyin nufiqa fihi. Onunga bir ruh fidaldi va nahaqa. Eshak bilan tirilib bu yerda hangirdi debdi. Aniq jon kirganligini ham ko'rsatib qo'ydi. Qala ana ma aniq bo'lib bo'lgandan keyin bu mo'jizni Alloh subhanahu va taolo ko'rsatib qo'ygandan keyin qala dedi u odam Uzayr alayhisolatu vasallam
a'lamu. Mana iniq bilaman, shuni bilamanki, annalloh haqiqatan Alloh subhanahu va taolo va taqaddas ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga, ala kulli shay'in har narsaga qodirkan. Buni hozir bilmaman. Ortiq hamdidan tortib iniq buni bilib yetdim degan bo'ldimi? Endi a'lamuni mashada yana bir qiraatda i'lam deb o'qilgan debmi debdi hamda i'lam deb o'qilsa o chaqda hamda bu iniq o'z to'nib yetgandikan hamda boshqalarga bizga davatgan bo'ldi i'lam bilib qo'ygan Alloh subhanahu va taolo har narsaga qodir degan bo'ldi o chaqda. Yana bir qiraat bo'yicha bo'lganda. Ha? Endi Uzayr alayhisolatu vasallam payg'ambarmi yoki emasmi degan nuqtada savolashlar. Azroq ixtiloflar bor ekan. Uzayr alayhisolatu vasallam kim u? Avval deganda Musa alayhisolatu vasallamdan keyin o'sha Tavrat unutilib ketadigan vaqtida Uzayr alayhisolatu vasallam Tavratni boshqadan bir ularga o'rgatib, yengilab ya'ni qaytadan bir ularga Tavratni o'rgatgan bu dinni bir yengilgan odam ekan, ha? Endi mana bu shunday mo'jizalarni ko'rgan Uzayr alayhisolatu vasallam, ha, mo'jizalar bor mana ko'rgan. Ondan keyin ko'pincha mufassirlar asosan Uzayr alayhisolatu vasallamni payg'ambar emas, bir solih kishi deb qaraydi ekan. Ha, ko'pincha mufassirlar. Ammo az bir qism mufassirlar ya payg'ambar demi deydi ekan. Uzayr alayhisolatu vasallam ne endi Yahudilar Azra deb ataydi ekan hozir kunimizda Azra. Yana bir oyatda Sura Tavbaning 60-oyatida Alloh subhanahu va taolo u yerda qalatil yahudu Uzayru ibnulloh degan. Yahudilar Uzayr Allohning o'g'li deydi degan. Va qalatin nasara Masihu ibnulloh. Nasaralar Isoni Allohning o'g'li deydi degan. Oyatdimi Uzayr alayhisolatu vasallamning ismi ashadi o'tidi. Demak, Yahudilar hozirmi buni yo'shirib turayotgan bo'lishi mumkin, bu gaplarni. Agar bekerak ko'chilsak, oxirsida chiqadi. Chunki Tavratni zaten uyabelarni o'zgartib, xolisi o'chirib tashlab, andan keyin Payg'ambar sollallohu sifatlarini o'ziga eg'ir keldigan, nafsiga eg'ir keldigan yerlarni o'zgartib, xolisi biraqli yo'q qilib etib, qilgan bo'g'ashqa hozir bir yeriga zid keldigan qilib qo'ydi masalan ular Tavratni. Ammo biz Alloh subhanahu va taoloning shu so'zlarini o'qigandan keyin hamda biz chin savol so'rasak, chinroq tutsak, Uzayrni Allohning o'g'li deb shirk keltirganmi pash bo'ldi bularni. Gap pash bo'lib chiqdi. Ma'lum endi bir yaxshi odam mana Tavratni qaytadan o'rgatgan bu odam, yengilgan, tirildigan deb ulug'lab ajna oxirsida Allohning o'g'li deb olibdi bular. Ha? Xuddi mening beshimda o'tdi, shu Isoni Allohning o'g'li demaymiz deb ming tirissimi bizning oldimiz yog'andan. Nasaralarning yana pash bo'lib qoldi ekan, bu nimalar qilishchalarning. Men Amerikalik bir ayol bilan o'tganda paranglashib qoldim. Bu chaqda bular boshda yo'sho deydi. Isoni Allohning o'g'li demsizlar desam, yo Alloh degan birlami? Alloh buni unda Isoni Allohning o'g'li demaymiz dedi boshdan. Voy, xeyli yaxshi ekansiz dedim. Keyin gapdan gap chiqib oxirsida eshak aytibdi. Biz yana shu gunoh qilib soldik ekanmiz. Qanday qilamiz deb shu tövbini qilaveramiz dedim men. Biz zaten bizning islom dinimizda tövbining shikari zaman o yo'q. Endi tövbe degan ikkinchi qilmaslikqa niyat qilib, iroda bog'lab, pushaymon qilish degan gap deb turib dedim-da endi. Inglizchamninki yetishchan, endi kuchidim amma xila. Bu shunday gap, ammo tövbining shigari qachon o'choq desam, bular akilib Isa bizni shu tilavagan, bizning gunohlarimiz ustiga olgan degan aytibdi gapni. Yo'q dedim bu. Muhammad alayhisalommi o'zini qanchalik qurbonlik qilganligini bilasizlar.
Bunda bir adamning gunohini atib ololmaydi ustiga. Vala taziru vaziratu vizra ukhra degan oyat var mana. Har birimiz o'zimiz berimiz hisobimizni. Desam, ayoli shu gunohni yana ishlab qoldi ekanmiz, yonig'anda deb boshina g'iydi-gijig qilyotdi. Tövbe ba. İnsanning zaten tabiatida xatolik o'tkazmaydigan inson yo'q, xatolik o'tkazdi. Bizni shu tarbiyalaydi bu din. O'tkazmaydigan qiladi. Allohdan aymindigan, hurmatlaydigan, o'qidigan qiladi. Va hakaza degan bo'ldik. Oxirsida Isa alayhisolamni Allohning o'g'li degan keldi qaranglar. Qanday keldi desanglar? Biz da o'g'li demaymiz, ammo xuddi davotida oxirda xuddi o'g'liga o'xshash deb akavotdi gapni. Hilaqi ba'zi so'palarninki bir nimalari bor, birlashib ketdi deydi. Qo'lol binima, ko'ktay deydi. Tuhmatlari dinga. Ashlarninkiga o'xshab qoldi-ki, oxirsida xuddi birlashib ketish bilan oxirsida o'g'liga o'xshab ketgan onda deb bir bo'lib ketgan deb akvatida shaka gapni. Va mana bu dedim. Mana bu buning nima farqi bor desam oxirsida tutilib qoldi bu. Va yana ahli aloqalashib turaylik haqda ko'kda dedi. Ha deb WhatsApplarni yezishib keyin menga bir nimani yo'llab qo'yibdi ekan, men bir undan tavhidni tushunadigan bir mazmunni yo'llab qo'ydim. Shuni ham boshqa bir narsami deyishmadi shundan ekan. Demak Alloh subhanahu va taoloninki har narsaga qodir ekanligini men ortiq hamda bilaman bundan keyin dedi bu yerda o'zi alayhissalom. Va id qala Ibrohim va ayni vaqtda qala dedi Ibrohim alayhissalom Robbi arini. Robbi Robbim arini ko'rsatib menga kayfa qandoq tuhyil mauta tirildirsiz o'likni. O'likni qanday tirildirdiganligini ko'rsating dedi. Qala endi jiq so'raydigan savollardan so'rilib qoldigan savollardan birisi-da bu yana. İbrahim alayhissalomni so'rabdi ekan. Qala dedi Alloh subhanahu va taolo avalam tu'min. Aya ishonmamsiz degan bo'ldi. Qala dedi İbrahim alayhissalom bala. Yo'q ishonma degan gap, ha? Yo'q ishonma. Albatta ishonmayman degan gap. Alastu bi robbikum dedim bala keladi-ku avval ilaqa xatoni bir inkor qilib bunga to'g'rini isbotlash. Bo'liqi kuchlik bu. Alam deb qo'ygandan kuchlik bu. Demak qala bala yo'q ishonma dedi İbrahim alayhisalom. Lekin liyatma'inna qalbi. Liyatma'inna. Texmi xotirjam bo'lishi uchun qalbi, mening qalbimninki texmi rahat tepish uchun. İmanimning texmi kuchayishi uchun degan gapda ham bu yana bir nuqtada, shuning uchun so'rayapman dedi. Ishonmaganlikdan emas. Ishonaman, ammo qalbimninki texmi rahat tepishi, xotirjam bo'lishi uchun. Demak, izdinish mana bizni izdinish Allah yo'lidagi izdinishning har qanday izdinishlar Allah rizoligi uchun izdinishlar har qachon ish ochiq ekan. Bizning bunday izdinishlar qanday qildi ekan, imonimizni texmi kuchlantirdi ekan, savolashlar. Hargiz bo'ldi. Onda desang bo'lmaydi. Bunda qilsang bo'lmaydi. Tar bekinchilikning ichiga kirilish emas. İbrahim alayhissalomning ne dalillari va qo'ydi. Ana deb oldimizda chiqadi inshaalloh. Liyatma'inna qalbi, qalbim rahatlansin dedim dedi. Qala dedi Alloh subhanahu va taolo bu yerda İbrahim alayhissalomga bir mo'jiza ko'rsatdi. Ana bu mo'jizalar bugungi kungacha mana biz tarafidan o'qilyapti. Biz o'qiyapmiz. Bilyapmiz biz. Qala dedi Alloh subhanahu va taolo fa undaqda xud ag'in arba'atan 4 ne minat tayri. Qushtun 4 ne ag'in. Asurhunna ilayka. Endi bu sara yasiru asli to'plagan ma'noda. Andan surhunna to'plagan ularni ilayka o'zanga. Ya'ni saraning yana bir ma'nosi kesgan. Kesib parchalagan ma'noda. Endi mufassirlar ko'proq buningki parchaladi degan ma'nosini oladi. Alasa parchalagan ilayka o'zang tarafga bu deganlik, ya'ni parchalab to'pla o'zanga demakdir hamda akallik.
Sümme andın yani parçalı degan gapga bakirag uygun keyinki lug'atlarni qaraydigan bo'lsak. Sümme ana keyin ij'al qilgin demak ala kulli jabalin jabal tog' ala kulli jabal tog'ning hammasiga tog'ning hammasiga qilgin. Yani tağlarga bunu şu çekivet degan bo'ldi hamda. Minhunna yani bir parçadan bir ayrım qo'yg'in degan gap ekanda ijal mana qilgin. Ala kulli jabalin har bir taqqa minhunna uladin shu parchalab oniki aralashtirib etgan, to'plagan degan ma'noda aralashtirib etganlardan juz'an bir parchani qo'yg'in har bir taqqa deb. To'rt qushni ham ishda paylarini, go'shtlarini hammasini pach qilib aralashtirib etib her bir takka cüz'en bir parçını min uladın ala kulli cebelin her bir takka ica'al qilgin qo'yg'in deydi. Summa keyin ud'uhunna ud'u chaqag'in hunna ulani chaqasang ya'tinaka keladi sana sa'ya tez keladi. Tirilib yani derhal hani tezlam qishonga keladi deydi. Yani Allah Subhanahu Taala'nın qandaqlı bir usuldu bolsun. Ala kulli şeyin qadir ekanligini da'vat ediyor Allah Subhanahu Taala. Her narsa qadir ekanligi. Allah Taala bu bunda ishlarning keltirildirib ishlarning hech gap emasligini ko'rsatib qo'ymoqchi Allah Subhanahu Taala. Demak tezlik keladi, tirilib deydi ular. Va alam va bilib qo'ygin annalloh haqiqatan Allah Subhanahu Taala azizun g'olibdir. Kul ishlarda g'olib Allah Subhanahu Taala. Hakim hikmet bilen iş qiluvchidir. Hamda kunimizda bu to'rt qushning masalasi nemishki boshqa narsalarni misol qilmaymiz, shu to'rt qushni misol qildi, nemishki buni aralashtirib etib, nemishki qush, nemishki boshqa narsa emas. Bularning hikmatini faqat Alloh bilguchi. Ammo kunlarning birida cho'qim buningmi bir nemishki bu to'rt qush, nemishki qush, nemishki tog'lag'i paç koyup kelish meselesileri yani neymiş ki bu misal elinde degan meselelerde belki bir hikmetleri bunun aldığımızda çıkışı mümkün. Çünkü nururgun Kur'an'ın hikmetleri asta çıkıvadı da oturga. Bu ne biz Allah Subhanahu Taala'nın ki amını bir günü bizge bildirip koyduğallığı işinimiz. Hayat bu olsa kaçına ulaşsak. Bu olmasa o dünyada görmez. Hadi ba'zilar bu oyatlarni bu yoqqa burab hamda nima hojat unimi bilmadik hamda hojati nima ularning nima edi nimaga hojat olib ketibdi unim bilmadik. Bayadagi surhunnani ularni o'rgatgan o'zanga deb damdalarni haftalarni o'rgatimiz hamda ügetken de tercüm kılıp, ondan keyin her bir taqqı bir parçadan qo'yib. Bir parçadan andas nemish ki bir parçadan deydi. Her birini bir taqqı qo'ygin desimamda, ügütib ol degan bo'lsa, Alloh taolada masalan. Ashlarning degan o'yicha bu tafsir bo'lsa, nemish ki bir parça juz'an deydi bu yerda. Nemish ki ahadan minhunna yoki ulardan her birini her bir taqqı qo'ygin deb nemishki demaydi. Birini demaydi nemishki, parcha demaydi. Ularning degan gaplari mana shuda. Ondan keyin har birini har bir taqqı qo'yib, ondan odo'unna. Ular usqatsang, kildo deb manda odo'unna chaqag'in deganni. Ular manda kattalak usqatimiz qo'y. Damda deb chaqasang, kildo deb. Manda tarjima qilganlar ekan. Bular kimlar? Bekerak hadis inkarchilar. Hadis inkarchilarga nima lozim bo'lib qoldi bu yerda bilmadim ama unda tarjima qilishlarga. Yoki mayli chanavatdi deb achchiq kelib ketdimi yo chanavatdi deb achchiq kelib ketdimi bilmadim. Endi demak lekin bir yerlari qamlashmaydi ularning tarjimasiniki. Ulama mufassirlarniki ko'p salloh mufassirlarniki degani bu yani. Biz oldida tarjima qilgandak. Meşeğiçen boğusu boğudek 200 dep ketay 261'de to'xtagan bo'ldik savolashlar. Vaqtimiz to'shib qopti. Alloh subhanahu va taolo bu darslarni hammamizga manfaat qilib bersin.